bo'lsam, o'yin deyarli bizning nazoratimiz ostida o'tdi, lekin vaziyatlardan foydalanishda bizda ozgina kamchiliklar kuzatildi va o'sha bizga qiyin holatga olib keldi. Lekin jamoamiz ko'rsatgan o'yindan biz xursandmiz. Xudo xolasa bundan keyin ham turdan turga o'yinlarimiz yaxshilanib boradi. Jamoa tarkibi haqida ozgina ma'lumot bering. Asosan futbolchilar qaysi nimadan jalb qiladi? Jamoa tarkibi haqida gapiradigan bo'lsam, bugungi kunda jamoamizda 90% sirdaryolik bo'lgan futbolchilardan iborat. Bu yildan e'tiboran shu yangi klub, viloyatimiz hokimi tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi klubda o'sha ko'proq asosan sirdaryolik futbolchilarga urg'u berganmiz. Bugungi kunda viloyatimizda ham iqtidorli futbolchilar ko'p. Shart-sharoitlar haqida Bugungi kunda jamoamizga yaratilgan shart-sharoitlar hammasi yuqori darajada tashkil etilgan. Barcha o'sha klubimiz rahbariyatiga, viloyatimiz hokimiga, barcha yigitlar nomidan minnatdorchilik bildiraman bizga yaratib berayotgan sharoitlar uchun. Jamoa oldiga qanaqa maqsad qo'yilgan? Jamoamiz oldiga Pro Ligaga chiqish vazifasi qo'yilgan, lekin o'sha o'yindan o'yinga jamoani kuchaytirib, xudo xolasa Guliston jamoasini Pro Ligaga olib chiqamiz. Oldindagi uchrashuv haqida. Oldinda bizda safar uchrashuvi Toshkentda Lokomotiv BFK jamoasi bilan kutib turibdi va undan keyin o'z maydonimizda Respublika akademiyasi jamoasini qabul qilamiz. Savollar yo'qmi boshqa?